To'qalning qo'li. Abdori Rana G'opur. 2012-yili 20-oktyabr. Dushanba, atgan soat 8. Urumchi. İzhar ikkimiz aldı keyni bo'lib yugurishib, yuqori sud ishxona binosining 11-qavatidagi kichik yig'in zaliga usibdagidek kirganimizda sud boshlig'imiz Qurban aka kadrlar boshqarmasidan Zuhrahada dadam allaqachon o'rindiqlarga joylashib bo'ptikan. Ikkimiz darhol qaddimizni rusildiq. İzhar erlar bilan qo'l elishib ko'rishdi. Men hammaylanga yaxshimsiz deb beshimni lingshitdim. Ularım javoban shunday qildi. Faqat dadamla menga olib qo'ydi. Men o'rindiqda o'ltirg'icha menga qaragan izharga olaydim. Hammin qilgan mushu. At-atdigan ayrim yig'in barkan deb shuncha desammi, og'inamning 35 yoshida oron qilgan to'yi at-atdigan sizdan baldir qo'pib, sizni uyg'otaman deb o'ltiraverdi. Bek uyg'otdingiz hojam. Ishchimda g'udirab tursam, Qurban aka dadamga. Chechilma g'opur. Yashamasmi? 8ga ulgurdi. Ammo biz qerla baldir kelyaptimiz, dedi. Dadam beshini chayqab qo'ydi. Sizlarni yig'ishdiki maqsad birla. Gapni uzartmay aniqladay. Hozir texnika boshqarmasida 3 Uyg'ur bor. Uchinglar bir oila bo'lib qoldinglar. Boshda raylarga mayli deyishimizning sababi ayol qonun doktoriga bak ehtiyojimiz bor. Shunga G'opur bari bir pensiyaga chiqdi degan. G'opur, senmi ayni chaqda bu ikkisining muhabbatlashayotganligini demabsan. Hozir birsi qizing, birsi kuyovling. Boshqarma sizlarning uyining bo'ldi. Hammamiz kulishdik. Qoidani demasammi bilisizlar. Biringlarni sirtga yo'tkashni qaror qildik. Men darhol dadamga qaradim. Dadammo menga o'xshash hayron qiliqliq edi. Zuhrada ig'iz ochdi. G'opurkam buni bilmaydi Rayla. Sizlarning munosabatinglarni ko'zda tutib, mush yerdala deyishayli deb o'ylashgan. G'opurkam albatta ketmaydi. Rayla, sizmi ishlayversiz. İzhar, sizni yo'tkaydigan bo'ldim ukam, deb izharga qaradi. İzhar töven ovozda. Mayligu, men buyruqqa bo'ysunaman. Bir gapni deyolmagandek to'xtadi. Yiroqqa bormaysan İzhar. Shaharlik JX idorasidagi qonun doktori Ümitni Germaniyaga o'qishga avatadi ekan. Shunga ularga odam lozim. Sen eng muvofiqkansan. Seni barsun dedik-ku. Yana Urumchida bo'ladiganini anglab, dadam ikkimiz uf dedik. İzharmo xo'shallik bilan qabul qildi. Shunda qilib atsdan boshlab, İzhar Urumchi shaharlik JX idorasining qonun doktorlik xizmatini boshlab ketdi. Qap qorong'i uy. İzhar nimandaq chiroqni yoqmag'ando deydim. Ammo tamni har qancha sipashtiribmi chiroqning konopkasini topolmaydim. İzhar, İzhar deb chaqirib qadamlarimni ehtiyot bilan yo'tkaytdim. Bir bulongdan Rayla deb chaqirgan ovoz chiqdi. İzhar deb to'xtab ovoz chiqqan tarafga burildim. Rayla ovoz boshqa bulongdan chiqdi. Ammo bu İzharning ovozi emas. Kim? deb turishim udilimdan bir mashina cho'ng chiroqni yondirib, signalni bo'lishiga besib, menga qarab keldi. Belikimda ko'zimni to'sib, yuzimni bir chetga olmoqchi bo'ldim. Telefon sayrag'an ovozda cho'chib uyg'ondim. İzharning telefoni ekan, İzharni itdadim. Elinga telefonni. O telefonni quliqiga yiqib, "Aloy, ha, nada? Qachon? Mana hozir borman." deb o'rnidan turib,
yüz yuyish uyiga kirib ketdi. Ondan chiqib kiyimlarini kiyishga boshladi. O'zgarting-a telefoningizning ovozini, odamni cho'chitib, dedim. U o'zgarsam uxlaganda sayrisi anglamayman devidi, kulib ketdim. Helimo anglamayvatsiz? Men anglab sizni o'yg'atdim. Nima ishkan? deb so'rdim. U bir tarafdan kiyinib, soat uzukini taqig'ach, Shamolbog' tarafdagi cho'ng axlat sanduqida birsi bir qo'l tepibapti. Naq maydonga boraman deb javob berdi. Men shu zamot, menmi boray deb karvatdan tushdim. Izhor, chaqchaq qilmang. Siz bizning idoraning odami emas. Tuzumga xilop. Uxlang, yana birer soat. Men ati telefon qilaman deb peshonamga so'yib qo'yib, tezlik bilan chiqib ketdi. Bir qo'l? Jasad parchalash? Nemishqa? O'lgichining salohiyatini yoshirish yoki jasad ko'mgidek yer topolmagan. Boshqa parchalar nada? Mushundaq savollar bilan uyqum ichilib ketdi. O'rnimda turib ketdim. Oktabrning oxiri, Urumchi sovib ketgan edi. Qatnash ahvolining nacharligidan kundagidek zorlanib ishxonaga kirdim. Dadam tex kelmabdi. Ancha-muncha tozliq qilib, choy damlab tursam, telefon sayirdi. Ekranda Izhorning yiqimliq yuzi paydo bo'ldi. Telefonni ilibla, qandaq bo'ldi? Boshqa parchalar bormikan? Ermo, ayolmo? debdi men. Izhor, xayrlik sahar Raila. Men xizmat doklati bagil telefon urmadim. Saq-salomat kelib oldingizmi ishqa? Men bugun bak aldirash bo'laman. Telefon urolmayman. Kechda nechida bekor bo'lishimmo aniq emas. Sizmo menga qaramang-a? Debla telefonni qo'yibdi. Yo'g'on ish bo'pti deb domsuyib, üstülimdeki Kərişnavoy qog'oz xaltasining ichidan Dilo arxivini ilib, baholashnomani yezishga boshladim. Izhor uyga qaytganda men uxlash uchun yotgandim. U yuz ko'zlarini yuyib, kiyimini almashtirib, karvatga chiqqach, idorada yuyindim dedi. Bir kun naq maydonda axlatchilikning yinida turib, bakmi charchab ketgan edi. Hey Izhor, deb bering-a, nima topdinglar? Kimning qo'li ekan? Boshqa parchalarmi bormikan? Raila, maxfiyatlikni saqlashim kerak, dedi. Men, mayli, deb bayatdan ko'rayotgan to'rda bir narsa sotadiganlarning undidorini aqtiraverdim. Lekin Raila, sizga bir narsa dey, ha? Men jiq qo'llarni ko'rgan, ammo bundaq chiroyli qo'lni ko'rmabdi ekanman. Ayol kishining qo'li ekan. Gerçi o'lishdan burun tirkishib, ikki tirnoqqa sungan bo'lsa-mu, nihoyatda kutilgan, ish qilmagan birsining qo'li ekan. Salpal qorayib qopdi, semiz emas. Ammo ustixini bilinmas. Takshi, hech qandaq iz yo'q, dedi u menga qarab. Men qo'limni egiz ko'tarib qarashga boshladim. Shundaqmi? Amsa qonun doktor emas o'xshaydi. deb uningga qarsam, u hech ish qilmaydigan birimiki, dedi. Mening ko'zim ekrandagi bakmi chiroyli bir o'zikka tushdi. Uni Izhorga ko'rsatdim. Qarang-a, mavi o'zikka bak chiroyli ekan, olaymi? Raila, dal mushundaq qo'l. Ikkimiz tangli dedik. Qo'l modeli. U turib kiyimlarini kiyishga boshladi. Kiyimimni almashtirmasda desammi bo'pti ekan? Boshqa hech narsani topolmadik. Qo'l ayrim xaltada ekan. Shunga axlatdan uchirg'im erishalmadik. Ammo agar qo'l modeli bo'lsa, biladiganlar cho'qim bo'ladi. U taraf milliy rayon, balkim Uyg'ur bo'lib qolishi mumkin. U xizmatdoshiga telefon qilgach, eshikdan chiqib ketdi. Men uning keyindan
Arzimaydi. Allohga omonat, dedim andin ekranga qarab. Alay deb pichirlab, chiroqni o'chirib yotdim. Ertasi tushdan keyin Izhar telefon qildi. Taptoq, kasbiy qo'l modeli ekan, men baldur qaytaman, qolganini kechda deyshayli. Urumchi tez taraqqiy qilyapti. Yaxshimi, yomonmi tez singishadi. Yaqinda burun hikoyalarda anglaydigan ko'p xotinliq boylar paydo bo'lib qoldi. Ular 2 yoki 3, ba'zilari 4 nikohliq bo'lib, xotinlarga o'xshamagan yerlarda uy ilib beradi. Qonunliq qog'oz olmasa, nikoh o'qitibla uy tutib oladi. Ularga tegishni xohlaydiganlar asosan birinchi ayolidan yoshlar bo'ladi. Bu xil so'zlar jamiyatda normaldek tarqaladi. Bizmo normaldek anglaydiq. Puli bor erlarga tegsa, iqtisodiy g'imi bo'lmaydi. Jamiyatda texi palonchining manchinchi ayoli deb hurmatini qilishadi. Isil uy, mashina, chet el sayohati deganlarga bizdek maash qaraydiganlardek kuchishining hojati yo'q edi. O'lguchi ana shundoq bir qiz. 24 yosh. Vatanning shimolidagi bir shahardan. Urumchida san'at maktabining usul kasbini bitirib, bir ma'rika zalida usul o'ynaydi. Oningdan sirt qo'li bakmi chiroyli bo'lg'achqa qo'l modeli bo'lgan. Bu jarayonda yo'ldishi dangliq savdogar bilan tanishib qilib, uningga ikkinchi xotinlikqa nikoh o'qitgan. Shuningdan keyin usul o'ynashni tashlab, anda-sanda qo'l rasmlariga tushgan. Shamolbog'dagi ma'lum bir hayvatlik o'ltiraq rayonda yo'ldishining nomidagi uyda o'ltirg'liq. Qizil ranglik Cadillac dala mashinasi haydaydi. Izhar xizmatdoshlari bilan o'lguchining uyining oldiga borganda bir jangi jidalning ustiga tushgan. Xo'shnalar yaqindan beri paydo bo'lgan g'alit sesiq puroq va chivindan og'rinib, bino boshqurg'ichiga hol aytgan. Xizmatchilar bu badbo'y puroqning mushu uydan chiqayotganligini bilib, uy egasiga telefon qilsa, u o'zining ichkiri o'lkidiligini, ayoliga telefon qilishni aytgan. U qizning telefoni faqat ulanmagan. Haftada necha kun kelib, uy ishlarini qildigan ayolning deyishcha, uningda ochqish yo'q ekan. Necha kelsa, eshikni ochadigan odam yo'q, maoshnimi ololmabdimish. Bino boshqurg'ichilarmi amal qilolmay, binodikilar bilan urushib etibdi ekan. Izhar qulub ochadigan odamni chaqirtib, eshikni ochib kirganda, uyni chivin qaplagan. Sesiq puroqdan nafas qiynaladi ekan. Uy hashamatlik bezalgan. Hammali yer o't qashdek gilam. Darizining qilim pardalari yepiqliq. Mehmonxona uyining gilimi ustida cho'ng doirda qon. Tamda chachralma qon izi bor. Yerdagi qondan tozliq uyigacha so'ralma qon izi bor. Tozliq uyining yerida yana cho'ng doirda qon izi, ammo suvda tozlanganligi bilinib turibdi. Tamda chachratma qon izi bor. Yerdagi chiniqishning 2 partisi parchalanib ketgan. Qon izi yana so'rilib, yotoq uydagi kiyim ishkovining oldida yo'qolgan. Izhar bilan xizmatdoshi Yalqin ishkopning 2 qanotidan tutib ichishiga bir narsa gup qilibla tushgan. Bu boshqa narsa emas, qo'lning egisi, bayning to'qli, go'zal ayning jasdi edi. Davomı bor.